Bundan qariyb 1,5 asr avval Buxoro amiri Abdulahadxon tomonidan qurdirilgan, Sharq va G'arb me'morchiligi an'analarini o'zida mujassam qilgan 3 qavatli muhtasham majmua, ya'ni Kogon saroyining ostida maxfiy tunnel topilibdi. Dastlab mutaxassislar u yerni muzxona deb o'ylashdi. Ammo qazilma ishlari topilmaning oxiriga yetib bora olmayapti. Topilayotgan qo'shimcha xonalar va qandaydir yo'laklar savollarni ko'paytiryapti, hayratni oshiryapti. Ushbu ma'lumotlar bizni ham qiziqtirdi. Muxbirimiz zudlik bilan Buxoroga bordi. Har soniyada o'pirilib tushishi xavfi bo'lgan o'sha yer osti obyektiga tushib, siz uchun eksklyuziv lavha tayyorladi. Maxfiy yo'lak deb aytilayotgan ushbu manzil bundan bir necha oy oldin qazishma ishlari davomida topilgan. Yana bir ma'lumotda keltirilishicha, Petrograddan topilgan chizmalarda bu bino shunchaki chiziq qilib ko'rsatib ketilgan. Bizni esa bir savol qiziqtirdi. Xo'sh, aynan mana shu yer nima maqsadda foydalanilgan? Aslida bu yer tunnel bo'lganmi yoki boshqa narsami? Dastlabki taxminlar mavjud. Maxfiy bo'lgan qanaqadir bir qurilmalarni balkim o'sha me'morga aytadi, uni chizib o'tirmaysan, uni faqat belgilab qo'yasan degan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun o'sha chizmalarda biz uni ko'rmadik bu narsalarni. Lekin aytishlaricha qachonlardir o'sha yo'lak haligi mana shu yerdan bir 500 metr narida bir tepalik bo'lgan, shu tepalikkacha borgan deb aytiladi. Balkim buni davomi bo'lishi mumkin qayerdadir. Strategik qanaqadir bir nimasi ham bo'lishi kerak, albatta bo'lishi mumkin. Uni biz hozir ayta olmaymiz, chunki u narsalar yozilmagan, bir sir saqlangan. Menimcha shu ma'noda uni hozir ochib berib bo'lmasa kerak. Amir Olimxonning qishki saroyi bo'lgan Arkning aslida 1000 yildan ortiqroq tarixi bor. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, siz ko'rib turgan mana bu devorlar esa bir nechta ayovsiz urushlar hamda qonli janglarning gapira olmaydigan guvohi hisoblanadi. Ba'zi ma'lumotlarda keltirilishicha, Arkning hali to'liq o'rganilmagan qismlari juda ham ko'p hisoblanadi. Aynan tarixchilar aytadiki, bu yerda bir nechta maxfiy tunnellar ham mavjud bo'lgan. Xo'sh, bu qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi? Kimdir o'sha guvohlar bo'lgan, guvohlar aytgan, kimdir qaysidir qismi ochilib ko'rilgan. O'sha uchun bu narsalar hali o'rganilishga talab qiladi albatta. Hammasi hozircha sir bo'lib turibdi. Amir Olimxon o'zining barcha maxfiy ishlarini Sitorai Mohiqosa, ya'ni o'zining yozgi saroyida bajarishni yaxshi ko'rgan. Ba'zi manbalarda ta'kidlanishicha, Buxoroga Rossiya qo'shinlari Qizil armiya hujum qilganda Amir Olimxon Arkdan aynan mana shu yerga olib kelinadi va bu yerdagi maxfiy tunnel orqali Afg'onistonga qochirib yuboriladi. Bu yerda hozir zax juda ham baland. Uni hozir biron joydan ochib ko'rishda iloji yo'q. Hisobiga. Albatta hozir zax ko'tarilgan, o'sha zax suvlarni ochib ko'rishga to'g'ri keladi. Oldin ham agar shunaqa bo'lgan bo'lsa, zax shunaqa baland bo'lgan bo'lsa, o'tgan davrda ham. Demak, u qanaqadir bir haligi ehtiyot choralarini ko'rib olib o'tilgan bo'lishi mumkin. Chunki undan keyin orada ko'p qurilishlar bo'lgan, qurilishlarda o'sha maydonlar kovlangan, haligi yo'llar o'tkazilgan, o'sha uchun ular vayrona bo'lgani aniq. Hozir uni ochib faqat bir qanaqadir fragmentlari qolgan bo'lsa, agar uni ochib ko'rish mumkin. Demak, ochsa o'sha cho'kib ketib qolishi albatta, albatta. Shuningdek, tarixiy manbalarda Amir Olimxon saroyida Germaniyada ishlab chiqarilgan qimmat avtomobillar bo'lgani qayd etiladi. Sadriddin Ayniy saroyda nemis mashinalari turganini yozgan. Polkovnik Ivanov esa 1910-yillarda Buxoroga 2 ta Germaniya avtomobili keltirilganini bildiradi. Nikolay II arxiv hujjatlarida ham amirga Germaniyada ishlab chiqarilgan avtomobil sovg'a qilingani tilga olinadi. Rivoyat qilinishicha, 1910-yillarda Markaziy Osiyoda uchragan yagona yuqori toifadagi nemis mashinasi Mercedes-Benz bo'lgani uchun tadqiqotchilar Amir Olimxon aynan Mercedes-Benzga mansub avtomobilda Buxorodan chiqib ketgan degan xulosaga keladi.
Rivoyat qilinishicha, u qo'zg'alon paytida saroydan shoshirin chiqqan va Kogon tomonga o'sha mashinada yo'l olgan. O'sha haligi zanjir ulanadi-ku, xuddi o'shanday zanjir bo'lgandan keyin aniq bir ma'lumot aytish mumkin bu haqda. Xuddi shunday uni ham hali ko'p izlanishga to'g'ri keladi. Amir Olimxonning qanday qochgani haqida aniq 100% isbotlangan biror hujjat yo'q. Tarixchilar qo'lidagi parchalanib qolgan esdaliklar, rus arxivlari va guvohlarning eslatmalariga tayanadi xolos. Muhammad Amir Hayotzoda, Kozimjon Samuqjonov, Gapiring Plus dasturi uchun.